Dadam. Dadang. Oying qayerda hozir? Ayamlar turmushga chiqib ketganlar. Sizlar do'stlar yigitga dard kelmasin ekan. Agar dard kelsa, ishongani ham tashlab ketar ekan. Bizlar bugun ushbu videoni Jizzax viloyati Jizzax shahridan sizlarga taqdim qilyapmiz. Jasur ukamiz 1984-yil tug'ilgan, jigar plantatsiyasi, ya'ni jigar qurishi bilan og'rimoqda. Qorin sohasi ishib ketgan. Doktorlar jigar sirozi qo'ygan. Akalar, opalar, butun O'zbekiston xalqi ko'rib turgan bo'lsalaringiz, bu ukamiz bu dardga chalinganida hali 2 yosh begona ekan, o'zining turmush o'rtog'i ham bir nafar bolasi bilan tashlab boshqa birovga turmushga chiqib ketgan. Dard ustiga chiqqan do'stlar. Bu o'g'illari yolg'iz qolgan, xalqqa murojaat qilaman deb meni chaqirtirgan bola mana shu bola. Ko'rib, mana shu bola meni chaqirtirdi. Isming nima o'g'lim? Javohir. Javohir. Necha yoshdasan? 15. 15 yoshdasan. Shu inson senga kim bo'ladi? Dadam. Dadang. Oying qayerda hozir? Ayamlar turmushga chiqib ketganlar. Sizlarni tashlab ketgan, dadang shu dard bilan qolgan. Tashlab ketganlar. Xalqimizdan nima so'raysan dadang? Dadamlarga yordam berishini, shu yaxshilik qilishlarini so'rayman. Xudo xohlasa, albatta katta inson bo'lsang, senga mana shunday saxiy inson bo'lasan, shu yurtdoshlarga o'xshagan. Xudo xohlasa, o'g'lim. Xolajon, hurmatli O'zbekistonliklarimiz, yurtdoshlarimiz, qarindoshlarimiz, sizlarga murojaat qilaman. Mana shu o'g'limga 1 yil bo'lyapti mana shu ahvolda yotganiga. Qo'limizdan kelganini qilyapmiz, lekin qurbimiz yetmayapti. Sizlardan yordam so'rayman. Shu yolg'izgina o'g'lim yuvarmak ketmasin. Ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir. Garni olsak bu Xudoga malomatdir. do'stlar, mana shu insonning hayotga qaytishiga va mana shu o'g'limizning yetim qolmasligi uchun sizlardan onaxon yig'lab mana ukamizning o'zi yordam so'rayapti. Do'stlar, shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, maksimal darajada tarqatib, qo'lingizdan kelsa, imkoningiz bo'lsa, mana shu yigitimizga ehson qiling. Agar qo'lingizdan kelmasa, shu videoni podelitsa tarqatib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Jasur, o'zing nima deysan, jo'ram? Xudo nasib qilsa, mendan qaytmasa shu farzandimdan qaytsin. Qaytadi albatta. Qilgan yaxshiliklaringizni unutmayman. Qo'lingizdan kelgancha, kelmasa qurbingiz yetgancha yordam qilishingizni so'radim. Chunki imkoniyatim yo'q hozir. Bitta bolam uchun majburman. Shu uchun yashaydi, atyapti. Uylantirib qo'ysam, adam qilmasdi hali yosh. Bolamni to'yini ko'rsam, shuni ana qilib, katta qilib shuni salona mendan boshqa hech kim yo'q. Hamma bo'ldi, jumon bitta ekanamiz, buasi. Boshqa hech kim yo'q. Yordamga muhtojman. o'g'lim, Xudo xolasa sen ishonasan, dadangni tuzalib ketishiga. Xudo xolasa Ishonasan. yordam berishlarini so'rardik. Sen yetim qolmaysan, xalqimiz senga qarab turmaydi. Hech qachon qarab turmaydi. Dadangni Xudo xolasa tuzatamiz. Ha? Rahmat. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Onaxon, qani bitta amin ayt. Ilohim. Ishqilib mana shu bolamni dardiga Alloh avvalambor Alloh shifo bersin. Hurmatli, sizlardan iltimos qilib so'rayman. Qo'llaringdan kelsa yordam beringlar. Shu yolg'izgina bolam hayotda yashashini xohlayman. Alloh amin. Sizlar bizga bersalaring, sizlarga Xudo bersin. Amin, Allohu akbar. Do'stlar, eng achinarlisi, o insonning boshiga dard kelganda 18 yillik turmush o'rtog'i ham boshqa birovga turmushga chiqib ketishi, bu ozgina noinsoflik deb o'ylayman. Kelinglar do'stlar, men o'sha uchun ham mana shu o'g'lim chaqirtirdi, mana shu uchun ham keldim sizlardan yordam, poddeshka.
videoni maksimal darajada tarqatinglar, kerakli ehson qiluvchi blogerlarga yetib borsin. Kesin mana shu ukamizni ham u ham qo'ldan kelgancha quvvatlab ehsonni yeb oyoqqa turg'izaylik. 18 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan ayoli bitta bolasini ko'zi qilmay tashab ketgan ayolning ko'zini oldida mana shu ukamiz qayta uylantirish sizni bizga, mana shu yigitimizga ham nasib qilsin onaxon.